Assalomu alaykum azizlar. Mana Damas mashinamizning shumkasi tayyor bo'ldi. Bu mashinamizga ostdan urib beramiz. Faqat 7 teshik urib beramiz. 6 teshikga 2 ta qanotini. Bu shumkada asosan e'tiborda mana bu quroqlariga ahamiyat etsalaring, ba'zi bir ustalari bor, endi hamma ham emas, ba'zi bir ustalar bor. Mana bu oraliqda yopishib turmaydi, shu holatda qolib ketadi. Ichida havo qolgan paytda u keyin parlanib, chirtib qo'yadi mashinani. Ana shu narsasiga e'tibor bersalaring, mashina umuman chirimaydi. Shumkadagi keyin обязательно rolikni urg'izib chiqildi. Yaxshi oqish uchun, ichida ostidagi havolar chiqarib yuborish uchun siqib. Bu shumkamiz ostini o'zi 900 mingga bitdi. Bu mashinamizga hozir poligini o'rnatamiz. Undan keyin ertasiga agar uspet qilsak, kechasi agar ayishlar shumkasini qilamiz, bo'lmasa ertaga ertalab shu shumkasini qilib mashinani tayyor holatga keltiramiz. Oldi eshik tayyor. Tomondagi eshik ham tayyor bo'ldi. Manzillar poliga ham tayyor bo'ldi. Bu yerda faqat ikkita joyiga samres qotirildi xolos. Bunda ham mana bundalik kichkinadan urildi. Ostidagi kigiz ekovini tortish uchun bir-biriga. Yo'llar polni kliylandi. Azizlar, mana mashinamiz tayyor holatda. O'tlariga ko'jaq berdik, ego ko'jadan. Polida bitgan holati. Bu samarezlar umuman kuzovga qatirilmaydi, teshilmaydi. Kuzov umuman eshiklari pon shumka bo'ldi. Bunisi ham o'rta eshik ham orqalarigacha. Adresimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Shunqor qishlog'ida. Mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. Katta yo'lda bu edi.